Men haqimda qiziqarli faktlar. Bog'cha versiyasi. Bog'chada agar bayramlar bo'lib qolsa, men she'r aytsam, yig'lab borardim. Hattoki 1-sinfdaligimda ham she'r aytsam, yig'lab borganimdan disklarda bor ota-onalar "Uy!" deb borishardi. Bog'chada qanaqadir nohaqlik bo'lsa, men gapira olmasdim, indolmasdim. Menga nisbatan qanaqadir qo'pollik bo'lsa ham, men u narsani shunchaki eshitib, jim turib, yig'lab o'tib ketardim va uyimdagilarga kelib, menga bunday qilishdi bog'chada deb gapirmasdim. Bog'cha paytida hech qanaqa o'rtog'im bo'lmagan, hech kim meni chiqishtirmagan. Hech kim men bilan xola kasam bilan o'ynamagan, hech qanaqa qiziq narsalar bo'lmagan korоче meni bog'cha paytimda. Va meni qizlar yoqtirmasdi. Bog'chaning direktorining o'g'li biz bilan bitta gruppada bo'lgan va aynan shu gruppada bog'chadagi xoreograf va raqs ustozi qizlari ham bizning gruppada bo'lgan. Tasavvur qilgan nima bo'lgan. Va bog'chadagi eng boy qiz ham bizning gruppada bo'lgan, ya'ni men. U raqs ustozi har doim qanaqadir yaxshi rollar bo'lsa yoki qanaqadir tanishlar bo'lsa, qizi bilan bog'chaning direktorining o'g'lini doim birga raqsga qo'yardilar. Mani sinfdagi eng shiltaroq bola bo'ladi-ku o'sha paytda. O'shunaqa bola bilan meni bitta raqsga qo'yardilar. Tasavvur qilsam, qanaqa nohaqlik bo'lgan. Hattoki bir kun shu qizni dodasi meni urishganlar. Tasavvur qilsam, yoshlar ota doda meni kelib urishib olibdilar. Juda ham xunuk. Oldinda qaytarib o'tganimda eng boy qiz men bo'lganman bog'chada. O'sha paytda bizning uyimizda shunaqangi katta, hattoki mahallada unaqa uy bo'lmagan. Не только mahallada, даже kvartalda, balki o'sha tumanda unaqa uy bo'lmagandir. Xullas, meni o'sha bog'chada meni ko'pchilik qizlar yoqtirmasdi va meni juda ham chiqishtirishmasdi. Va men nimaga unaqaligini tushunmasdim. Men hozir bilaman. Prosta men juda ham ularga qaraganda boy bo'lganman. Shuning uchun. Hozircha shular, sizlarda ham qanaqadir bog'chada mana shunaqa nohaqliklar bo'lganmi? Qanaqa bog'cha paytinglar o'tgan o'zi?